Menda shunday yo'g'on harflar chiqmayapti, chunki tilim ko'tarilmayapti. Bizda bu kabi murojaatlar talaygina. Darhaqiqat, arab tilini endi o'rganayotgan, hattoki uzoq muddatdan beri o'rganayotgan insonlar o'rtasida ham yo'g'on harflarni chiqarish bilan bog'liq muammolar mavjud. O'ylaymanki, bunga asos bo'layotgan omillardan biri bu tilning qanday ko'tarilishini tushunmaslikda. Ayni damda sizga tilingizni qanday ko'tarilishini osonlik bilan tushuntirib beradigan, shuningdek, yo'g'on harflaringizning chiqishiga yordam beradigan bir usul taqdim qilaman. Yoqsa, like bosishni unutmang. Demak, siz q harfini talaffuz qilishingiz kerak. To'g'ri eshitdingiz. Oddiygina q harfini faqat biroz ushlab turgan holatda talaffuz qilishingiz kerak. Quyidagi tarzda: aq, q, aq, q, aq, q. E'tibor bering, siz har safar q harfini talaffuz qilayotgan vaqtingizda tilingizni orqasida ko'tarilish bo'lyapti va siz uni aniq his qilyapsiz. Ha, yo'g'on harflar ham xuddi shu tarzda talaffuz qilinadi, ya'ni tilingizni orqasi ko'tarilgan holatda. Demak, siz ma'lum bir yo'g'on harfni o'rganishdan oldin avvalo q harfini shu tarzda talaffuz qiling, bir necha marotaba. Undan so'ng yo'g'on harfni talaffuz qilib ko'ring va bu jarayonni bir necha marotaba takrorlang. Bu sizga albatta manfaatli bo'lishiga ishonamiz. Mana shu uslubni biz bilan birgalikda joriy tarzda sinab ko'rishni istaysizmi? Unda izohlarda yozib qoldiring. Keyingi darslarda ko'rishguncha, ila liqo.